Trekker tortayotgan 9 yoshli qiz aslida kim? Nega uning chiqishlari katta shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda? U biz bilan suhbatda prezidentimiz haqida nimalar dedi? Videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. 1,5 yoshda dorga chiqqan, shundan beri mana shunday tomoshalarda eng yosh qirolichasi bo'lib kelayotgan qo'qonlik polvon qiz Afruza haqida gaplashamiz. Endigina maktabning 3-sinfiga chiqqan Afruza polvonlar oilasidan. Otasi Ulug'bek aka bilan birgalikda butun respublika bo'yicha mana shunday namoyishlarni amalga oshirib kelyapti. Odamlarni hayratlantirgan jihat shuki, qanday qilib shu yoshda og'ir toshlarni ko'tarib, katta mashinani bir o'zi harakatga keltirmoqda. Gap shundaki, qizaloq yoshligidanoq yaxshi jismoniy tayyorgarlik bilan dor tomoshalarga tayyorlangan. Eng katta orzularimdan biri yurtdoshimiz bilan uchrashish. Katta bo'lsam taniqli bokschi bo'lmoqchiman, dedi Afruza biz bilan suhbatda. Xo'sh, siz bu qizning chiqishlarini jonli ko'rdingizmi? Bu haqda albatta fikrlaringizdan kommentariyalarda yozib keting. Siz bu kabi qiziqarli videolarni boshqa ko'rmasligingiz mumkin. Agar qayerda qancha kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling.